Bu darsimizda printerlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Dasturga kiramiz. Biron bir so'z yozib olamiz. Endi buni printerda chiqarishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni printer bilan qanday ishlanadi, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Bunga ikkita yo'l bilan kirsalaring bo'ladi. Fayl, pechat qilib kirsalaring bo'ladi. Bu birinchi yo'l va tezkor klaviaturada Ctrl P qilib kirsalaring ham bo'ladi. Kopiya degan joy siz chiqarayotgan hujjatni nechta nusxa qilishni sizdan so'raydi. Aytaylik, mana shu hujjatdan bizga 5 ta kerak bo'lsa, 5 ta deb yozasizlar. Bu joy esa printerlarning turini tanlaydi. Sizlar o'zlaringiz printerlar turini tanlaysizlar. Mana bu Strengths degan joyimizda esa aynan sizga qaysi sahifa kerak bo'lsa, o'sha sahifani tanlaysiz. Aytaylik, bizga 1 va 5 sahifa kerak. Buni qanday qilamiz? 1,5 qilamiz. Agar sizlarga 5 sahifadan yoki bo'lmasa 1-sahifadan 10-sahifagacha oralig'idagi sonlar kerak. Aytaylik 3, 5, 7. Buni qanday qilamiz? 3,5,7 qilamiz. 1dan 4 gacha kerak bo'lsa 1 - 4 qilasizlar. Undan keyin 7dan 10 gacha kerak bo'lsa -10 qilasizlar. Bo'ldi, mana shunday ko'rinishda qilinadi. Bular o'z joyida tursin. Bizga yana bir kerak joy mana bu. Knijni yoki albomni qilishimiz. Albomni qilsak bu holatda chiqadi, knijni qilsak eski holatda chiqadi. Mana bu esa o'zining standartida turaversin, A4da turishi kerak. Bu poliyasini chetdan ham ustki qilsalaring bo'ladi yoki bo'lmasa sredniy qilsalaring ham bo'ladi. Printerda asosiy sozlamalari shulardan iborat.